Biz ko'rmagan filmlar, biz bormagan konsertlar, biz yurmagan yo'llar, biz gaplashmagan gaplar bugun hayotimni yorqinroq qilar. Sening vaqting yo'q edi mudom, mening jur'atim. Bilasanmi? Bugun bir-biriga suyanganicha jaz tinglayotgan juftlikni ko'rdim. Yoshligini eslardi ular, muhabbatini va bu muhabbat, bu yoshlik ikkisiniki edi. O'ylanib qoldim, sen kimga suyanib eslaysan? Men konsert ko'rayotib yig'laganimdek ko'zlaring eslab. Ammo bu u qadar muhim ham emas. Ahamiyatlisi, vaqt o'tib har ne o'zgaradi va dunyo yangidan tug'ar bolalarini. Yangi ertaklar, yangi qo'shiqlar, yangi filmlar yaralar. Sen esa qachondir bir-biringga suyangancha konsert tinglaydigan bir odam tani. Asli shudir yolg'on dunyoning bittagina rost mohiyati.